Alo. Alo? Hozir to'xtay, antenam yaxshi olmayapti. Alo, eshitaman. Alo. Alo, eshityapman. Hozir. Alo. Ha? Nargiza, men Sanjarman. Sanjar aka, sizmi? Nargiza. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Nima haqida? Qanaqa gap ekan? Bilasizmi haliga, Xo'sh. Endi bilmasam, o'zi bu gapni avval aytmaganim uchun hozir hayajonlanib ketyapman. Ichim kerakmi, bilmadim, ichim kerak emasmi? Qanaqa gap? Qayerdasiz o'zi? Men uydaman, o'tiribman uyda. Shunga sizga bir gapni aytishim kerak, lekin hozir xullas. Qanaqa gap aytmoqchi edingiz? O'sha gap. Siz uyda edingiz shekilli? Uydamiz biz. Men yotoqxonadan ham bitta uy qilib qo'ydim, universitet yotoqxonasida. Uyqu bo'lgani yaxshi, baribir, to'g'rimi? Endi baribir universitet ham ikkinchi uyda gap. Shunaqa. Menda nima gapingiz bor edi? Men nimadir demoqchiman. Hadi, hozirgina telefonda aytdingiz, sizga bitta gapim bor deb. Endi sizni ko'rsam hayajonlanib gapim esimdan chiqib qoladigan bo'lib qopti. Xullas, men sizni bilasizmi? Uni qarabay, menga hozir sizga qarab turib ayta olmayman gapimni. Undan ko'ra bilasizmi, nima qilamiz? Sal nariroq borib turing. Qayoqqa? Men bu yoqqa turing. Men bu yoqqa turing. Bu yoqqami? Ha, mana shu. Turing, mana shu yerda turing. Hozir sizga telefon qilaman. Hop, odamcha g'alati bo'lib ketyapti. Hozir. Unda qilsam antenam yaxshi. Telefoningizni oling. Alo. Nargiza? Eshitaman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qaramay turing. Qaramang. Alo. Nargiza? Men sizni sevaman.